1 milliard оборот qilmasangiz ham NDSga tushasiz. Misol uchun bir firma 1-oktyabrda ochildi va 31-dekabrgacha 3 oy, ya'ni 92 kunni 400 million оборот qildi va NDSga o'tib ketdi. Soliq 1 milliardni yiliga emas, faoliyat kuniga bo'lib hisoblaydi. Ya'ni 1 milliardni 365 kunga bo'lganimizda kuniga 2.739.000 so'mdan to'g'ri keladi. Siz 92 kun ishladingiz. Shu kunlik limitingizni 92 kunga ko'paytiradigan bo'lsak, 252 million so'm shu sizning limitingiz hisoblanadi. Siz qilgan оборот 400 million, lekin sizga belgilangan limit 252 million va avtomatik NDSga o'tib ketasiz 400 million qilganingiz uchun. Agar siz 252 million emas, 253 million qiladigan bo'lsangiz ham o'tib ketasiz avtomatik sizga. Shuning uchun har bir ishni buxgalteringiz bilan maslahat qiling. Soliq va buxgalteriyaga oid ma'lumotlar qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.